Bugun mana bu yana sotuvdagi dachamiz keldi. Dacha yangi, aholisi mana bitgan. Bu yerda kirishdi o'sha mashina stankasi. Dachaga ko'tarilib chiqamiz. Ko'tarilganda mana sizlar yana umumiy ko'rinishi o'ng qo'lda basseyn bor. Bundan orqa tarafida mana tapchan. Bu yerda oshxona, letniy oshxona. Dachada общий 4 spalniy bor. Zimniy basseyn, finskiy sauna. Tak, mana kirgan eshigidan katta hol kutib oladi. Remontlari вообще zo'r ekan. Chap qo'lda mana zimniy kuxnisi bo'ladi. Dachaning narxi $200,000 so'ralyapti. Ozgina savdosi bo'ladi. Yana finskiy sauna mana. Tak, xonadagi mana chiqqanmi. Ikkinchi etajda ko'rinishi umumiy. Bu yerda spalni, bu yerda spalni. Bu yerda mana bolalar xonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yoq ham spalni, 2 spalni. Balkonga chiqishi mana manzarasi, ko'rinishi.